Mana kukalar sizni tozaladi. Tozaladi mana. Ko'ringlar. Gap yo'q-a? Ono Lazbeka u yo'lbarsmi ono? Qaysichil ono? Yo'lbarsi yo'q. Naryoqda uni ham ko'rsatamiz. Terilgan chilla. Kaptarlarga hayron ketib, bugungi sanani aytmoqmiz. Bugun 10-aprel 2025-yil. Havas qilgan kukalarda xonadonida eng kamida 10 juftdan shunaqa zot kaptarlar nasib qilsin, ko'paysin ilohim. Gap yo'q-a, chiroyli kaptarlar. Bular terilgan kaptarlar, saralab terilib, ko'paytirilgan kaptarlar. Nasib qilsin hammaga. Mo yo'lbars, mana go'zal kaptar. Figura. Aha. 5 metr bir devarim. Go'ra. Rangi nasıl chiroyli. Mana kalla tumshuq. Mana kukalar. Svetan umuman boshqacha ekan mana shu. Mana chiroyli ekan. Ragazini bersin. Mana hali Go'rani ko'raylik. Shikolat u, ha. Ancha bo'ldi, ha. Go'ralar ko'rmagandik. Harakasini bersin. O figuralar mana kuchli figura. Ichida tozalanib juda ko'paytirilyapti endi. Akikalar modam ko'ringlar. Modam ko'ringlar. Fitnesslik. As. Yalnız göz almadı ekan. Göz almadı ekan. Allah barakasini bersin. Allohning izni bilan bugun Lazbek akamizni xonadonida obzor qildik. Qo'ldan kelgancha oq kaptarlarni ham obzorini qilganmiz. Uni alohida video qilib kanalimizga joylaymiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Hammalarning xonadoninglardan fayz baraka arimasin. Doim sog' salomat bo'linglar.